Hammaga assalomu alaykum. Biz oldingi darslarda string metodlarini ko'rib chiqqan edik. 17 ta string metodini ko'rib chiqdik. Bugundan boshlab number metodlarini boshlaymiz. Number metodlari raqamlar bilan ishlashga yordam berar ekan. Oddiy funksiyalar, ya'ni bu yerda mana slaydda to'liq tuza olmadim. Shunchaki hozircha 4 ta metod bor. Keyinchalik barchasini qo'shaman, eng asosiylarini va bugun birinchi darsimiz toFixed metodi bo'ladi. toFixed metodi nima? Fixed sonni n ta kasr raqamigacha yaxlitlab string qaytaradi. Ya'ni n bu yerda o'zimiz qo'yadigan son. Formatlashda juda foydali, ayniqsa pul birliklari yoki foizlar bilan ishlaganda. Asosiy sintaksisi son keladi, ya'ni number bironta o'zgaruvchi yoki oddiy number bo'lishi mumkin. Nuqta qo'yib toFixed chaqiradi. Xuddi string metodlariga o'xshagan. Nuqtadan keyin metod nomi yoziladi va bu yerdagi digits, ya'ni nechta kasr raqamgacha yaxlitlashimiz kerak. Nuqtadan keyin nechta kasr raqami qolishi kerak. Shuni qiymati beriladi buni o'rnida. Va birinchi misolni ko'ramiz. Private qilib olaman. Bu yerga tashlayman. Let oddiy nam degan o'zgaruvchi e'lon qilingan va bu yerda 3.10 dan 14.159 raqami bor. Va console logga chiqarilgan nam degan o'zgaruvchi toFixed 2 metodi 2 qo'yilgan. toFixed metodi chaqirib qiymat sifatida 2 berilgan. Ya'ni nuqtadan keyin ikkita raqamni yaxlitlab oladi. Ya'ni ajratib oladi. 3.100 chiqadi natijada. Va terminalni ochib olaman. Bu yerda yangi fayl ochganman, numbers.js degan. Node numbers.js. Va ishga tushirsam 3.104 chiqdi. Agar bu yerda 3 qo'yadigan bo'lsak, qayta ishga tushiraman. 3.1142. Buni yaxlitlab oldi, hozir keyingi qatorda ko'rsataman. Yana keyingi kodlarimizda bu yaxlitlash haqida ham bor toFixed metodining. Keyingi qismga o'tamiz. Kasrsiz yaxlitlashimiz mumkin. Misol uchun kodni kopiya qilib olaman. Bu yerda price degan o'zgaruvchi bor. 99.1000 dan 999 raqamini saqlayapti. Ya'ni bu narsa odatda backendda ma'lumotlar kelsa, array sifatida keladi va arrayning ichida object bo'lib price xossasi bo'ladi. Ya'ni e-commerce saytlarda bu shunga o'xshash o'zgaruvchi e'lon qilingan shu sifatida console logga price toFixed 0 qo'yilgan. Ya'ni 0 qo'yilgani buni yaxlitlaydi. Ya'ni eng yaqin sonigacha yaxlitlaydi. Misol uchun buni ishga tushiradigan bo'lsak, 100 chiqdi. 99.1000 dan 99 da agar buni qiymatini o'zgartirib, misol uchun oddiy 15.67 qiladigan bo'lsak, buni 16 qilib berish kerak. Mana bu 16. Ya'ni yaxlitlashga qanday bo'ladi? 15.5 ni o'zi bizda 15 ga yaqin bo'ladi. Yo'q, 16 olar ekan. 16 olar ekan. 4 ni oladigan bo'lsak, 15 ga o'zi bo'ladi. 15 ga qarab yaxlitlaydi. Va agar 5 dan boshlab to 9 gacha, ya'ni nuqtadan keyin 9 qo'yadigan bo'lsak ham bu 16 ga qarab ketadi. Mana yaxlitlash xuddi shunday bo'ladi. Buni mass funksiyasiga ham bor edi yaxlitlaydigan xonalari. Xossalari bor edi, mass funksioni ham. Bu yaxlitlash xossasi keyin pul birligi formatida ishlatishimiz mumkin. Buni kopiya qilib olaman. Bu yerda price degan o'zgaruvchi e'lon qilingan, 5 ni saqlaydi va formatda degan o'zgaruvchi e'lon qilinib, bu yerda dollar belgisi plus stringga numberni qo'shyapmiz. Price toFixed 2. Ya'ni mana bu yerdagi price. Bu number type'ida emas, hozir keyinroq ko'rsataman. Bu yerda dollarcha 5 2 nuqta chiqish kerak. Ya'ni biz 2 qo'yganmiz. Bu yerda 5 ni o'zi bo'lmasa, 5 dan keyin son bo'lmasa ham 0 bilan to'ldirib qo'yadi. Console logga formatda degan o'zgaruvchi chiqarilyapti va ishga tushiramiz. Mana $5 bu qiymatni chiqardi. Misol uchun bu yerga 17.9 ta raqam qo'ysak ham bu 2 ta 0 bilan to'ldiradi, chunki boshqa raqam yo'q. Son butun son, lekin o'sha nuqta qo'yganimiz nuqtadan keyin son bo'lmagani uchun ham 0 bilan to'ldirib beradi. Va bu yerda eslatma bor. toFixed har doim string qaytaradi, ya'ni matn qaytaradi. Boshda ikonni kopiya qilib ko'rsataman hozir. toFixed metodi bizda doim string formatda ma'lumot qaytaradi, numberlar bilan ishlasada. Bu 3.100 dan 14 chiqadi natija. Faqat bu yerda hozir type of qiladigan bo'lsak, type of. Bu narsa bizda string number emas. Ya'ni bizda nam o'zgaruvchimiz number saqlayapti, lekin toFixed ishlatilgandan keyin u doim bizga string qaytaradi. Number qaytarmaydi. Agarda buni numberga aylantirmoqchi bo'lsak, number metodidan foydalanishimiz kerak. Keyingi darslarda bu yerda bo'lana ko'rib turishingiz mumkin. Bu vaqtda to'liqroq tanishamiz. Va buni ishga tushiramiz. Va console logga chiqaryapman. Result o'zgaruvchisini. Bu yerda hozir 3.100 dan 14 raqamni ko'rishingiz mumkin. Bu string, mana bu qatordagi string. 3.100 dan 14, agar uni ham type of qiladigan bo'lsam, type of. Bu number qaytaryapti, ya'ni number metodi chaqirilgan va ichida
Mana shu yerdagi son xullas, agar buni hozir mavzuni o'chirib nam o'zgaruvchimiz qo'yadigan bo'lsam, hech narsa o'zgarmaydi. Mana nam o'zgaruvchimiz saqlayapti 3.10 mingdan 14.159 raqamini va toFixed 2 chaqirilyapti. Nuqtadan keyin ikkita raqamni ajratib oladi. Ya'ni default holatda bu string qaytaradi. Number kerak bo'ladigan bo'lsa, number metodi funksiyasi ichida o'rab olishimiz kerak. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.